o't qopidagi dimlanish jarayoni bu faqat o't qopini o'zini sekin ishlagani hisobiga yuzaga keladimi yoki boshqa sabablar ham bormi degan bemorlarimizning savollariga bugun javob beramiz. Demak, bu har doim ham o't qopini o'zini sekin ishlashiga, o't yo'llarini sekin ishlashi hisobiga yuzaga kelmaydi. 12 barmoq ichak a'zoyimiz bor. Bu oshqozondan keyin keladigan organ va ingichka eshakning boshlang'ich qismi hisoblanadi. Mana shu qismdagi har xil turdagi yallig'lanishlar, uni polipozi va u yerdagi disbiozlar, bakterialniy, shunga o'xshagan holatlar hammasi bu yerda o't dimlanishiga sabab bo'ladi. Chunki aynan u yerdagi katta so'rg'ich zararlanish hisobiga o't sfinkteri zararlanadi. Bilamizki, bu o'sha o't yo'lini oxiri hisoblanadi va shu orqali o't suyuqligi 12 barmoq ichakka quyiladi. Endi mana shu qism shishib, yallig'lanib, ya'ni zararlangan bo'lsa, o't suyuqlik ajralishi qiyinlashadi va bu yerda o't qopi aybdor emas, umumiy o't yo'llari aybdor emas. Lekin shunga qaramasdan o't dimlanishi kuzatiladi. Mana siz bugun o't dimlanishini yana bir sababini bilib oldingiz.